Videoni boshdan bittadan like deb bosib, Boburjon otangga rahmat, gaziga bos deb turasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining shaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like knopkasini qizartirib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Bugungi Boburjonni qo'rasidan chiroyli obzor qilib beramiz. Ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olinglar. Boburjon bugun safarda ekanlar, inshaalloh mana shogird Faxriddin bilan chiroyli obzor qilib beramiz. Aka, so'msiz kelib oldingizmi? Xudo xolasa yangi partiya qo'yiladi. Zo'rlar deb keldi. Bittadan like bosib, obuna bo'lib tursin, qo'ylar narx sinadi. Xudo xolasa aka bugunga. Xo'p, Faxriddin qo'ylar ko'rib turibmiz, ko'p ekan. Partiya tashqariga olib chiqaylik, ma'lumotlarni berishni boshlaylik. Ketdikmi? Ketdik, boshladi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Birinchi partiyamizni ham tashqariga olib chiqib oldik. Faxriddin buni soni nechta? Soni 35 ta qo'chqari bilan. So'liqlarning o'zi 32 ta, qo'chqari 3 ta qo'chqari bor. Ichida 3 ta qo'chqori ham bor ekan. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarni ko'rishlaring mumkin. Rang ro'yi, bo'y baslari xudo xolasa yomon emas. Hamma yo'g'i o'ziga yarashadi. Faxriddin qachon keldi uka? Bular kecha keldi. Endi charchoqlarni chiqarib, yeb ichishlarni sinab oldik. Yeb ichishlari hamma yo'g'i zo'r. Kamchiligi yo'q ekan, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q ekan. Barakasini bersin mana. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaring mumkin. Badallari ham o'rta holatda. Xudo xolasa olganingizdan bir 15 kun, 20 kun bir tejaveradigan bo'lsangiz, ancha ko'zga ko'rinib qoladi. Xudo xolasa, asha o'zi hammasi qochib bo'ldi bularni. Ha, bular qo'chqar ham qo'shib qo'ydik. Hammasi bo'g'oz, xudo xolasa. Bo'g'oz, hurmatli obunachilar, bo'g'ozga olishgan ekan, ichiga mana o'zlari qo'chqor ham qo'shib qo'yishibdi. Endi bir qator kelganda tekshirib olsalari ham bo'ladi. Ha, kelib ko'rib olishaveradi. Hali Boburjon aytadi, hali qisirda narxida olinglar, akalar qo'chqorni qo'shib qo'ysalaring achinmaydigan narx bo'ladi deydi. Xudo xolasa. Bugunga ham bir chiroyli narx qilib bersalaring. Xudo xolasa bugun narxlar sinadi, xudo xolasa. Eldor aka. Bo'y baslarni nechiga beramiz? Bo'yi 80 plyus-ga olishaveradi. 80 sm oralig'ida. Ha. Akalar mana 80 sm chamalab olasizlar. Endi balki 82 dir, balki 78 dir. 1 sm nari beri. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa zo'r qo'ylar. Kamchiliklari yo'q. O'zimiz sinab oldik, sinovimizdan o'tdi. Yoshlarni qanaqada beramiz? Bularniki 6 ta 8 ta. 6 ta 8 ta. 2 ta 3 tadan tuqqan qo'ylar. Endi haligi 2 ta 4 deb ko'pirtirish yo'q. Yo'q. 6 ta 8 taga olishaveradi. 6 ta 8 ta mana. Hurmatli obunachilar, rang ro'ylarni qaranglar, inshaalloh sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yursin. Biz shu yerdan xursandmiz. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Boburjon bugun safardaliklarning hisobiga shogirdlar bilan birgalikda bir video qilyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar akalar, like bosish, kommentariy yozish eslaringdan chiqmasin. Inshaalloh Paddesh yaqib tursalar mana shunaqa videolar qilishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa qo'ylar narxini sindirib beraman Eldor aka. Nech pul qo'ymoqchisiz? 4 million so'mdan ketaveradi. Optimiga tanlab olishganmi? Optimiga ketaveradi. Tanlab olishga Optimiga 4 million deyapsiz hozir. Ha, Optimiga 4 million so'mdan ketaveradi. Sal o'tib beradigan joyi bormi, yo'qmi? 100 mingni o'tib beraman. Yana o'talamizmi? Like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb tursa bor, 3 million 800 ming so'mdan hammasini bir yerga oldim deganga ketaveradi. Xayrni qilib berasiz, Optim olsa. Xayrini ham qilib beraman yana. Baraga. Like bosib, obuna bo'lib turaverasizlar. 3 million 800 mabodo. Xudo xolasa yana bundan ham arzonlar Eldor aka. Mabodo savdosini qilmoqchi bo'lsangiz, ungacha Boburjon ham qo'rada bo'lishi mumkin. Xudo xolasa yangisi keladi. Yana qo'yga chiqib ketdi ekan. Yangilariga kelib savdosini qilsangiz bo'ladi. Tanlab olishga endi katta farqi bormas-a? Yo'q, tanlab olishga 4 milliondan beraveraman. Yo'q, 4 milliondan tanlab olasiz. Tanlab olishaveradi 4 million so'mdan. Qo'chqorrichi? Qo'chqarda kelishamiz. Holatiga qarab kelishadi, ha? Ega, 32 ta dedingiz-a buni so'liqlarni? Ha, 32 ta so'liq, 3 dona qo'chqarimiz bor. Mana kelib 32 ta so'liq, 3 dona qo'chqor. Kelinglar, tepasida savdosini qilinglar. Baribir ustida qilingan ish puxta bo'ladi akalar. Ha, kelib ko'rib yoqqanini olishaveradi. Chertib olishlaring mumkin. Mono desa ajratib beramiz. Dastlabki qayergacha? Dastlabki O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Kelishgan holda O'zbekiston bo'ylab ketaveradi, xolasa. Keyingi partiyamiz bormi yo, mana shu keyingi partiyamiz yana bor. 4 partiya chiqadi, xudo xolasa bugunga. Olib chiqamizmi? Olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin, bu partiyamizga ham soni ko'p. Bir qo'ra qilib bemalol qo'rangizni to'ldirib olsa bo'ladigan variantda. Faxriddin soni nechta buni? Buniki 45 ta. 45 ta. Bular ham xudo xolasa bo'g'ozmi, qisirga beramizmi? Bular qisir.
Qo'shqor qo'shib olish. Yo'q, hali qo'shqor qo'shmadi, qo'shqor qo'shib olishaveradi. Ey barakasi bersin. Ukam yaqinda keldi mana shunday. Xo'p, endi akalar hozir rosa sezon, qo'shqor qo'shsa bo'ladigan sezon. Hozirdan harakatingizni qilib qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, bir 15 kun nari beri hammasi уже yetib borsa kerak. Yemini yaxshi berib, xudo xolisa qo'shqorni qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz akalar, effektini o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bular qachon kelgan Faridin? Bular ham kecha keldi. Hamma yo'g'i zo'r ekan bularni ham. Yeb ichishi nuqsoni yo'q ekan bularniki ham. Ular boqsa bo'ldi. Ha, yemga ham tayyor ekan. Bolasini olgani ham bo'laveradi ularni. Yoshlari qanaqa bo'ladi? Bularniki ham 6 ta 8 tadan. 6 ta 8 tadan. Bo'ylari ham shu 80 sm oralig'ida bu ham. Ha, 80 plus-minusga olishaveradi. Qo'chqorga tayyor bular ham. Bolasini olib yurishaveradi buni ham. Ko'rishlaring mumkin, xudo xolisa badallari o'rta holatda. Buni ichida hali semirib, bilqillab ketganlari yoki ozib suyay bo'lib qolganlari yo'q ekan. Ha, tog'da qo'yib-da bular bolasini olib yurgan ashaqda. Endi bular hali oxirda yeb yurmagan. Dalada yurgan. Endi oxirda baqsa, xudo xolisa effekti zo'r bo'laveradi bularni ham. Effektini yaxshi beradi, xudo xolisa. Ha, xudo xolisa yemlagani ham zo'r, go'shtni ham zo'r qiladi. Akalar mana yuzlariga bir ahamiyat berib qo'yishlaring mumkin. Xudo xolasa yuzi ham hali xunaga boshqa qo'ynadan emas ekan. Ular pardoz berilgani yo'q. Eng shu birinchi haligi asosiy taraf pardoz berilmagan akalar. Qanday kelgan bo'lsa, ana shu holatda sizlarga ko'rsatilyapti. Ko'pirtirib yo boshqa qilib, ustini yaltiratib, boshqa qilingani yo'q. Qanday kelgan bo'lsa, ana shunday holatda turibdi. Eldor aka, bular narx sinadi, xudo xolasa. Bobur akam qo'yga chiqib ketdi. Bularni pulni bo'shatib, tas sotish kerak. Nechmi qo'yamiz? To'pon qilgan odamni ishini bitirib beraman. Nechmi qo'yamiz narxini? 3 million 500 ming so'mdan ketaveradi. To'g'risi, qimmat. Boburjon bundan arzon qo'yarsiz. Hali kelishtiring. Narx sindiraman, gapirish oson. 3 million 400 mingdan ketaveradi. Talla olish ham bo'ptimi-gami? Talla olish ham bo'ptimi ham ketaveradi. O'tadigan joyi bo'lsa o'ting. 3 million 300 mingdan ketdi mana. Talla olishga ham optimiga ham ketaveradi. Optimiga xayrni berasizmi? Xayrasini qilib beraman. Tulpoq qilgan odamni ishi bitadi, xudo xolasa. Dona optim. Farqi yo'q. 300 mingdan ketaveradi. Akalar, xudo xolasa mana kelib 3 million 300 dan tanlab olinglar. Mabodoga optim olaman degan ukalarimiz bo'lsa, savdosini qilsalaring chiroyli qilib kelishtirib o'tib berishadi. Ha, xudo xolasa ishlarni bitirib beraman. Shu kelgan joyingizgacha inshaalloh uyushtirib berishadi. Faridin o'g'li obunachilarimiz kelsa bir chiroyli kutib olib, optim olamiz degan akalarimizga bir dangal o'tib, ha. Ha, xudo xolasa bugun faqat mana shuni sotishga ishlaymiz. Ishdan keyin kelsa ham bo'laveradi, ha? Ha, 24 soat kelishaveradi. Telefonlar ham o'zimiz ham kechasi kunduz ishlaydamiz. Barakasini bersin. Akalar, xudo xolasa mana shogird ukalarimizni ham qo'llab-quvvatlab poddержка berib turinglar. Sababi tunu kun mana shu qo'rada xizmat qilishadi obunachilarimizga, kelgan xaridorlarga. Kuch-quvvat bersin deb turinglar. Biz keyingi partiyamizni olib ko'rsatamiz, ha? Xudo xolasa, yangi partiyasiga boshlab ketdik. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga ko'rishlaringiz mumkin ozgina, sozgina polvonlaridan 4 dona ekan mana. Xo'p, Faridin buni ma'lumotlarini bering. Eldor aka bilan naq bo'g'az. Xo'p, bo'ylari 80 plusda. 80 dan 4 ta 6 ta bo'ladi tishi. 4 tadan 6 tagacha. Xo'p, badallarini o'zimiz uyda baqiyat turgan qo'ylar. Ha, yemlanayotgan qo'ylarmi? Ha, yemlanib turgan qo'ylar. Hammasi naq bo'g'az. Akalar, badanni semizligini ko'rib turibsizlar, sifatlarini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, sifati ham, eti ham, qo'l oyog'in uzunligi ham xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Inshaalloh kelganda yana bir qator ko'rib olsalar ham bo'ladi. Faridin buni kamchiligini baribir yo'q, o'zimiz uyda baqiyat turgan qo'ylardan. Sinovdan 5-10 marta o'tgan. Sinovdan zo'r hamma yo'g'i. Buni garantiyasi bor, sinov olishaveradi. Mana qaranglar. Xudo xolasa menimcha qo'y boqaman degan odam bo'lsa yoqish kerak. Buni ranglari ham, etlari ham xudo xolasa kelishgan holatda. Bo'g'oz deysiz bularni? Ha, bular naq bo'g'oz Eldor aka. Narxidan boshlaymizmi shu partiyani? Narxi 5 million 900 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarini bilan qilib beraman. 5 million 900 dan ketaveradi. Xayrimi yo bo'lishimi? Like-ni bosib, mana shu kanalga obuna bo'lib tursin, 100 mingni o'tib beraman. 58 dan ketaveradi bular ham. Optim olsa nimadir o'tamizmi baribir? Optim olsa, xayri bor. Kelishtirib berasiz? Kelishtirib beraman. Baribir. Akalar, endi bular shogird bolalar. Kelganda bir qator Boburjon do'stlarimdan ham yoki yana qo'rada shu javob beradigan bola o'shalar bilan ham bir qator savdolarni qilib olasizlar. Kam ko'slarni bemalol tepasida gaplashib olsalaring bo'ladi. Holatlarni mana ko'rib turibsizlar. Aytish kerak bo'lgan hamma ma'lumotni berdik. Bo'y basti, rang ro'yi, eti, yoshi, hamma partiyalar adashmasam yoshini ham aytib o'tib ketyapsiz-ku. Yoshi zo'r hammasiniki. Bularniki.
Akalar, O'zimiz boqyap turgan qo'ylar bular. ana. Bemalol kelib tanlab olib ketishlaring uchun tanlab olish nech puldan? Tanlab olishga 6 million so'mdan ketaveradi. Yoqqan tanlab olish-versin, ha? Ha. Barakasi bersin. Akalar, bizda keyingi partiyamiz ham bor, olib chiqib sizlarga ma'lumotni beramiz. Hurmatli obunachilar, biz qo'ramizga ham kirib oldik. Mana xudo xolasa bu partiyalarimizni qo'rani o'zida ko'rsatamiz, baribir. Xudo xolasa o'zida ko'rsatamiz. Bir qo'rada ham video qilaylikchi. Xo'p, bo'lmasa mana shu qo'radan tashqariga chiqaring, qo'rangizni ko'rsatmasa, soni nechta buni? Soni 10 ta. 10 dona akalar. Biz hozir sanab ham qo'yamiz, sonini aniqini bilmaymiz. Ha, chiqarib ko'ramiz. 12 ta ekan, 12 dona ekan, hurmatli obunachilar. Badani yaxshi shekilli bularni. Ha, o'zimiz boqyap turgandik. Akalar, go'sht yo'nalishida boqaman degan ukalarimiz uchun maxsus tashqariga olib chiqinglar buni yonga. Birotta eksan-feksonni ham xotirjam o'tkazaveradi ellar aka bular. Xudo xolasa. Mana mana shu qo'ylar akalar mana. Badallari mana shularni ko'ringlar. Yaxshi holatda ekan. Yeb ichlari sinovdan o'tganlar. Ha, yeb ichi zo'r, o'zimiz boqyap turdik ellar aka bularni. Bir oydan oshiq shekilli kelganiga. Ha, bir oydan o'tib qoldi, ichi o'tdi bir oydan. Bir oydan oshgan qo'ylarni kelganiga, hurmatli obunachilar. O'zimiz yemda boqyap turgan qo'ylar. Bo'ylari 75 dan baland, ha? Ha, 70 plus minusga olishaveradi. 75 atrofida deb chamalab olsa, xudo xolasa kam ko'sti bo'lsa, bemalol gaplashib olaverasizlar akalar. Hammasini yeb ichi zo'r ekan. Go'sht yo'nalishida yemlayveraman degan ukalarimiz bo'lsa, 2 oyda zo'r semirtirsa bo'ladigan variant. Hozir birotta eksan-feksaningiz bo'lsa ham xotirjam o'tkazaveradi. Eldor aka eti zo'r bo'ladi. Qisirga beramizmi ularni bo'g'ozgami? Qisirga olishaveradi. Qisirga bemalol yemga tashlasa bo'laveradi. Soni 12 ta. 12 dona, hurmatli obunachilar. Mana har tarafdan ko'rsataylik. Xudo xolasa kamchilik bo'lmasin. Fardan ko'ryapsiz, aqaba qochib ketyapti. Bularni yoshlarni qanaqa beramiz? Tez ma'lumotni beraylik. To'rttasi ham bu 6 ta, 8 taga olishaversa bo'ladi ham. Ha. Aralash mana, hurmatli obunachilar. Eldor aka ichida bitta bo'g'ozdan ham bor ekan. Bo'g'ozdan menga bitta yarimta kerak deganlarga bir dona bo'g'ozi ham bor. Bo'g'ozi ham bormi? Ha. Endi buni tug'dirib o'zim ko'paytiraman desa. Ular ko'k kraskasi bor. Ha, beliga ko'k kraska sepilgani mana shu bo'g'oz ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa kelganda bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Narxini necha qo'yamiz Fardan? Narxi 3 million so'mdan qo'yaveramiz Eldor aka ular. 3 million so'm o'tamizmi yo bo'lishimi? O'tib beramiz obunachilaringizga. Kelishtirib bo'ladiganini aytavering. Baribir Boburjon ham yengil narx qo'yib yurgan o'zingiz bilasiz. 2 million 800 ming so'mdan bo'pti mana Eldor aka siz obunachilar. Tanlab olgangacha. Tanlab olishga ham ketaveradi. Dona o'ptim bitta narx. Ha. 2 million 800 dan akalar yoqqan tanlab olishlaring mumkin ekan. Xudo xolasa boya aytganimizdek kelganda yana kam ko'slarni bemalol yuzma-yuz turib gaplashib olsalaring bo'ladigan holat. Xo'p, endi qo'ramizda qo'y ko'p akalar, videoga chiqmagan qo'ylarimiz ham bor, videoga chiqqan qo'ylarimiz ham bor. Tepasiga kelinglar. Xudo xolasa tepasida savdo qilsalaring ishlaring osonroq bitadi. Xudo xolasa. Bu oxirgi partiya. Ha, bu oxirgi partiyasi. Akalar, oxirgi partiya bo'lgani uchun videoni tezroq yakunlasak, sizlarga joylab bersak, tezroq kesalaring uchun xursandmiz. Videoni mana shu yerda yakunlagan holda hammalaringga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin, Eldor aka. Aytganingiz kelsin.